Korrupsiyaga qarshi kurash ustuvor vazifa. Toshkent shahar hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi nazorati inspeksiyasida korrupsiyani oldini olish, ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash hamda fuqarolar ishonchini mustahkamlash ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Inspeksiya faoliyatida qonuniylik, xolislik va adolat tamoyillariga qat'iy amal qilinib, xizmat vazifalarini bajarishda manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'ymaslik, xizmat mavqeidan shaxsiy manfaatlar yo'lida foydalanish holatlarini oldini olish muhim sanaladi. Shu sababdan, agarda siz hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi nazorati inspeksiyasi xodimlari tomonidan yoki boshqa manfaatdor shaxslar tomonidan korrupsion holatlarga duch kelsangiz, bu haqda quyidagi aloqa manzillari orqali murojaat qilishingizni so'raymiz. Har bir kelib tushgan murojaat belgilangan tartibda ko'rib chiqiladi hamda murojaat qiluvchining shaxsi qonunchilikka muvofiq sir saqlanishi kafolatlanadi. Korrupsiyaga qarshi kurashishda fuqarolarning faol fuqarolik pozitsiyasi muhim ahamiyat kasb etadi. Sizning murojaatingiz qonun ustuvorligini ta'minlash va tizimda halollik muhitini mustahkamlashga xizmat qiladi. Korrupsiyaga qarshi birgalikda kurashaylik.